Aziz YouTube foydalanuvchilari, mana bugun biz hozir murshid kapris salatini qilmoqchimiz. O'tgan safar qilganimiz mol go'shtida qilingan edi. Bu safar mana tovuq go'shti qaynatib olganmiz. Hozir buni ham to'g'raymiz. Mana bu yerda hozir nimani to'g'raganmiz? Kalbasani kopchonisidan ishlatish kerak. Varyonni kalbasa buni to'g'ri kelmaydi. Keyin nimani hozir mana indeykamizni to'g'rayapmiz. Indeykani to'g'rab olgandan keyin sir solamiz. Mana sir qo'shiladi. Sirda ham qattiq qo'shiladi. Qattiq bo'lishi kerak. To'g'raganda xuddi mana bu kalbasa kabi to'g'ralishi kerak. Bodring qo'shamiz, 2 ta yetadi. Keyin Maxeyev nomli mayonez, o'tgan miqdordek mayonez ishlatamiz. Mana indeykani hozir to'g'rayapmiz. Buni ham somoncha kabi to'g'rab olamiz. O'zi murshid kaprizda hamma mahsulotlar somoncha shaklda to'g'raladi. Keyin bunga mayonez, sir to'g'raladi. Bodring qo'shamiz, tovuq go'sht qo'shamiz. Oilaviy degan nimamizni murshid kaprizimizni qilamiz, ya'ni ko'p tayyorlaymiz. Mana hozir endi barrak shaklda to'g'rab olganimizni indeykalarimizni endi hozir somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Chunki juda yaxshi bo'ladi, yeyishli bo'ladi. Somon shaklida to'g'rasak, ularni endi tutib tashlaymiz. Chunki tutib tashlamasak nima bo'ladi? Yuvdirib bo'ladi. Salatda shakl chiqmaydi. Yupqa somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Shuni qatlam qilib ketaveramiz. Qavat qilib nimamizni ketaveramiz. Mana indeykamizni ham to'g'rab oldik. Dudlangan kurka go'shti bu. Indeyka deganga endi ayrim o'zimizning mahalliy xalqlarimiz tushunmasligi mumkin, shuning uchun dudlangan kurka go'shti. Endi navbat tovuq go'shtini to'g'rab olamiz. Tovuq go'shtini biz o'zi bunda aslida tovuq go'shtini qilishdan oldin nima deydi? Qo'shiladigan narsasi o'zi tovuq go'shti qo'shadigan bo'lsak, to'shidan qo'shishimiz kerak tovuq go'shtini. Endi bizda uyda bori hozir nima deydi? Oyog'i bor ekan, shu oyog'ini ham qo'shib maydalab somoncha shaklda to'g'raversak, bu ham yaxshi chiqadi. Katta oyoq. Tovuq go'shtini to'g'rab olamiz shunday qilib, chiroyli qilib. Tovuq go'shtini ham to'g'rab oldik. Tovuq go'shtini qo'shamiz. Mana joyiga qatlam qilib, kalbasa, tovuq go'sht hammasi qo'shildi. Endi sirni to'g'raymiz. Mana hozir qattiq sirda ham 2 xil bo'ladi. Boyagi nimalarga qo'shiladigan sir bo'ladi. Boya pitssalarga yumshoq sir erib ketadigan. Biz qattiq sirdan olib kelganmiz. Shundan hozir to'g'rab qo'shyapmiz. Buni ham xuddi shu somoncha shaklda to'g'rab olamiz.
chiroyli qilib olamiz. Endi bu narsani tayyorlashdan oldin mana bir tozalikka rioya qilish kerak. Biz uy sharoitida qilyapmiz. Uyda ichida o'tirib tayyorlaymiz. Mana hozir sirimizni ham, qattiq sirni ham mana samosha shaklida to'g'rab bo'ldik. Bunda hozir keyin bodringimiz bor, ko'katlarimiz bor. Shularni ham qo'shib aralashtirib olamiz. Tutib yuborish kerak, salga o'xshadi. Siz bilasizlar. Salga o'xshadi, nimasi bor. Mana endi bodringimizni to'g'raymiz. Bodringimizni ham xuddi mana shu hozir 3 ga bo'lamiz, uzun bodring. Bo'lib buni somoncha shaklida buni to'g'rab olamiz. Mana bodringimizni ham somoncha shaklida to'g'rab oldik. Endi qish vaqtini bodringi sal suvliroq bo'ladi. Parnikda o'sgan bodringni ham sochib tashlaymiz. Endi navbat ko'katga to'g'raymiz. Bunga ko'katlardan faqat mana shu katta bargli ko'katimizni qo'shishimiz mumkin. Boyagi mayda bargli sabzini asquntirdan tanlaydi. Buni qo'sholmaymiz. Shuning uchun shu katta bargli ko'katimizni to'g'rab qo'shib olsak, chiroyli ta'm beradi. Chiroyli hid ham beradi. Maydalab to'g'raymiz, chunki aralashib ketish kerak. Mana endi Maxeyev nomli mayonezimizni hozir limonim degani bor. Mana shunisini qo'shamiz. Buni joyiga boyagi boshqa turlari ham bor. Olmaligi bor. Ta'm beradigan. Mana shularni qo'shsa ham bo'ladi. Endi biz limonim deganini ham bir nimadan o'tkazib ko'rmoqchimiz. Qanaqa chiqadi? Qo'shamiz. Hozir qo'shdik. Qo'shib solib qo'shib qo'yamiz. Buni mana katta qovog'imizda hozir başta yarım qovoq nima bo'lyapti? Murishga ko'katimiz. Shuni qo'shib nima qilamiz? Keyin aralashtirib tayyor bo'ladi. Murishga ko'katimiz tayyor bo'ladi. Yarimdan ko'prog'ini qo'shsak juda yaxshi bo'ladi. Shirin chiqadi. Aralashtiramiz keyin qo'yamiz hozir. Aziz do'stlar, muzga kaprizimiz mana tayyor bo'ldi. Endi buni bir ta'mini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Klass bo'lib chiqqan. Zo'r. Mana shunday uy sharoitida mana shunday muzqo'y kapusni tayyorlashni tavsiya qilaman sizlarga. Like bosib podpisatsiya bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Qilingan ishga baho berib qo'yingiz. Kommentariyada yozishim esdan chiqmasin. Yana bir qoshiq qo'yingizmi?